Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Stak 191 servis markazimizda navbatdagi mashina Cobalt. Bu Cobalt mashinamizga ketgan jihozlarini sizlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, 90 talik metan uстановка qilib berganmiz. Chanalarni akkuratni qilib joylashtirib chiroyli qilib berdik. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi qismida Nia blok управленияsi Stak original. Injektorlarga keladigan bo'lsak, injektorlari italyanskiy originalidan bo'ldi. Reduktorlarimiz har doimgidek brenddagi X original reduktorlari bilan chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Bu akamiz Toshkent shahridan kelganlar. Xudo xohlasa, kimga mana shunday sifatli uстановkalarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana metan propan 571 da xudo xohlasa sizlar bilan yaxshi video oldik degan umidamiz. Mana sizlarga metan pastki chiziqcha, propan pastki chiziqcha 571 tersalaring. Xudo xohlasa biz profilimiz kelib chiqadi. Ustiga bosasizlar, xudo xohlasa obuna tugmasini bosib, bemalol biz tayyorlagan videolarni ko'rishlaringiz mumkin. E'tibor bering.